Assalomu alaykum aziz dasturchilar. Sizlar bilan Flask kutubxonasi bilan web dasturlash asoslarini o'rganamiz. Flask Python tilida yozilgan mikro web framework bo'lib, kichik va sodda web dasturlardan tortib katta va murakkab tizimlargacha qurish uchun ishlatiladi. Mikro so'zi Flaskning yadrosi minimal ekanligini bildiradi. U sizga faqat routing, request response va templating kabi asosiy narsalarni beradi. Qolgan hamma narsani database, forma validatsiyasi, autentifikatsiya siz o'zingiz extension sifatida qo'shasiz. Bu Django'dan farqli o'laroq Flaskka to'liq erkinlik va nazorat beradi. Muhimi erkinlik va nazoratni beradi. Bunda rejaga to'xtaladigan bo'lsak, o'rnatish va muhitni sozlash, birinchi Flask dasturini yaratish, routing ya'ni marshrutlash jarayoni, HTTP metodlaridan get va post metodlarini o'rganamiz. Dynamic URL'lar haqida gaplashamiz. Templates Jinja 2 haqida o'rganamiz. Static fayllar, CSS, JavaScript rasmlar, formalar bilan ishlashni o'rganamiz va hokazo. Birinchi o'rinda birinchi bosqich o'rnatish va muhitni sozlash. Avval virtual muhit, ya'ni virtual environment yaratish kerak. Bu loyihaning kutubxona tizimining boshqa Python loyihalarini izolyatsiya qiladi. Demak, qiladigan ishimiz ls cdit ls cd projects Hop. Shunchaki mkdir orqali. Ha o'g'lim, eshikni ochib qo'y. Hop. Shunchaki Flask projects cd Flask project ls clear mkdir Flask project 1. Okay. cd fp1. Hop. Python 3 -m venv fp venv ls source fp venv bin activate bo'ldi. Clear qilaman. Pip install Flask. Pip list. Pip'da o'zi bor. Pip install
Flask. Flask o'rnatilgan. 313 Ninja 2 316 pip avvaldan bor edi. Mana bular qo'shimcha flask bilan kelgan. Birinchi dasturni yozamiz. Vim app.py. Hop, insert mode from flask import flask. Izoh qoldirib ketamiz. Flask ilova sini yaratish app degan o'zgartirish yaratamiz va flask klassiga name parametrini beramiz. Keyingi qiladigan ishimiz route, ya'ni o'zbek tilida mashrut ya'ni browser qaysi ga kirganda nima ko'rsatishini belgilaydi. Kirgan nima ko'rsatishini belgilaydi. Kichikcha app route stringda slash funksiya e'lon qilamiz. Def home page bo'ladi. Return salom flask dunyosi. Agar name mainga teng bo'lsa, appni run degan metodini debug qismini true'ga o'rnatish kerak. Insert moddan chiqamiz. Right queue qilamizdan ls tekshiramiz. Get orqali bormi yo'qmi shuni tekshirib ko'ramiz. Mana biz yozgan
kodimiz. Tekshirib ta'lil qilib turingizlar. Hozir kelaman. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshi, seni charchaman shu. Nömerini aytayım ben. Neçeydi? Telefonunu açsan. Adımda telefon kule ettin de şey almışlar. Naydan ömrünüzde mi? Endi Hop. Xato yozibman. Insert mod qilishlik kerak. Demakda endi normal mod kiritib FQ qilish kerak. Ls server lazım. Bak mod. Mana bu.
Flask dunyosi. Chiqib keldi yozuv. Browser muhim tushunchalar. Class name bu ilova obyektni yaratadi. Name orqali ning joylashuvini bilib, static va template bloklarini topadi. Classga shuning uchun kerak joylashuv. Bilish static va template bloklarini topish uchun kerak. Papkalar debug turi kod o'zgarganda serverni avtomatik qayta yuklaydi va yana batafsil traceback ko'rsatadi. Qoldirmang, xavfsizlik zaifligi olib keladi. O'lim bobongda dekorator nimaligini bilaman. Ya'ni pastdagi funksiyani ma'lum URL manziliga bog'laydi. Yana route qiladi, marshrutlaydi. Ya'ni routing bu marshrutlash. Manzil nimalarni bog'lab beradi. Har bir IP route bitta URL yo'lni bitta funksiyaga view functionga bog'laydi. Mana shuni agar keling, mana shuni ham to'g'rilab ko'ramiz. Shunchaki buni Ctrl C qilamiz-da. Clear qilamiz. Vim API insert mode qilamiz. Debug. Xo'p, biz home dan keyin dekorator app route about degan bo'lsak, about haqida def about shunchaki return biz qilamiz da yoki Türkçe app route contact with contact return aloqa uchun endi about yoki kontakt modulga kirsangiz funksiyaga ko'rsatyapti. Yaxshi, buni insert mode normal modga o'tamiz. Endi FAQ cat okay. Clear qilsa ishlayapti. Endi about biz haqimizda yoki kontakt bor edi. Kontakt aloqa uchun hokazo.
Вот kontakt. Mana bu mashrutlash. HTTP metodlari bor, get metodi bor va post metodi bor. Odatda app route faqat get so'rovlarini qabul qiladi. Boshqa metodlarni ruxsat berish uchun methods parametrini ko'rsatish kerak. Flaskdan import request modulni olib kelamiz. Route'ga agar login deb yozilsa, metod post get bo'lishi mumkin. Login agar request metod post bo'lsa, username request forum get username olamiz. Return response jo'natamiz. User foydalanuvchi request jo'natadi, dastur response jo'natadi. Uchun requestda forum kelyapti, shundan username'ni olyapmiz. Va f-string orqali xush kelibsiz username'ni qaytaryapmiz. Get so'rovi. Bu get so'rovi. Mana so'rash. Post orqali bo'lgan formalarga kirish mumkin. Bunga kira olishligimiz uni databasega joylashtirishligimizni ham ta'minlaydi. Beradi. Yaxshi. Demak, Flaskda request chaqirib, route'da get post qilsa bo'ladi. Loginda metod post bo'lsa, bu holat ishlaydi. Agar metod post bo'lmasa, shunchaki bu chiqib kelishligi kerak. Buni ham kiritsak bo'ladi. Ctrl C ls vim appy insert node küçükçe app nokta route login login'dan methods get post agar request
Metod post bo'lsa pass. Elif agar request method get bo'lsa pass. Yani get bo'lganda return login formasi shu yerda bo'ladi. Get agar post bo'lsa shunchaki username o'zgaruvchisiga requestdan form obyektdan get metodini chaqiraman va unga username stringda parametr bersam, u menga username qaytaradi. Undan keyin return f stringda xush kelibsiz va username beramiz. Mana shu holatda bo'ladi dasturimiz. Faqat bu ishlashligi uchun normal modga o'tib boshiga o'tishligimiz kerak. Dasturda boshiga o'tishligimiz kerak. GG. Okay. Insert mode. Hop. Flask. Mana bunda request ham qo'shim izidan import qilsa ham bo'ladi. Quest. Normal modga chiqamiz va cat orqali ko'rishimiz mumkin. Menimcha ishlashligi kerak. Clear. Login qilishimiz kerak. Login. Get so'rovi. Mana bu qaytib kelyapti.
Mana bu yerda ko'ryapsizlar. Birinchi kontakt HTTP login. Agar buni so'rasakchi 127.001 so'rov nomi get HTTP 1 200 mana bu marshrut route kontakt login keyin HTTP bir versiya. Mana shu 3 ta ma'lumot. Mana bu yerda 3 ta ma'lumot bor, e'tibor berishingiz mumkin. Demak, metod get marshrut route va bu HTTP 1 HTTP 1 HTTP 1 login kontakt javob qaytyapti 200 javob qaytyapti. Bu sana. Bu host name. Hokazo bu umuman o'zi mana buni o'zi logs hisoblanadi. Yaxshi, davom etamiz. Dynamic URL'lar ham mavjud bo'ladi. URL ichida o'zgaruvchan qismlarni belgilash mumkin. Bu pass parametr deb ataladi. URL ichida o'zgaruvchan qismlarni belgilash mumkin. O'zgaruvchan. Mana bu format. Katta kichkina belgisidan boshlanib, katta kichik bilan yopilganda o'shani holatda bo'ladi. Yoki katta kichkina belgi bilan boshlanib, katta kichik bilan yopilganda xuddi mapdagiday ikkita qismga bo'linadi. 2 nuqtagacha bo'lgan qism type, undan keyin esa name bo'ladi. Konverter turlari string, integer, float va pass bo'lishi mumkin. Mana shu holatda. Ctrl C clear vim orqali olamiz. Insert mode ko'rishimiz mumkin. Bitta parametr yozamiz. app.route user deylik va o'sha user name'ini bersin, kiritsin. User name'ini kiritsin. Bu holatda def show username o'sha username parametr kiritadi. Return f foydalanuvchi profili user name. Ya'ni biz nimaga foydalanuvchi web browserdan kirib URL yozayotgan vaqtda, ya'ni username'ga o'sha o'zining nomini kiritsa, masalan, o'sha holatda bu yerdagi oraliqdagi bizda dasturimiz username show user funksiyasiga username parametr olib o'shani qaytarib beradi. Va keyingisi route qilamiz. Post ID
post o'zi birinchisi. Post undan keyin integer turadi. Post id string yopish kerak. Undan keyin def show post id ni beramiz va return f string qaytaramiz. Post raqami bunda post id ni berishlik kerak. Yo'q, bu holatda bo'ladi. Bu holatda shunaqa. Insert modedan chiqamiz va writing code Python 3 appy xatolik berdi. Nega? Ha, tushunarli. Xo'p, vim bilan qaytadan kiramiz. Insert mode qilamiz. Mana bu yerda xatolik bo'lgan. Mana bu yopilmagan mana bu. Juda muhim narsa. Insert modedan chiqamiz va fq clear endi ishlaydi. Ko'ramiz, yangilab olamiz. Get metod ishlayapti. Bu yerda yangi kiritganimiz bor edi. Bu yerda name orqali mana bunda ko'rsak bo'ladi. Show user bor, keyin username user bor, keyin mana Zafar foydalanuvchi profili Zafar chiqib keldi. Bu metod get ishlagan user Zafar. Mana bu endpoint user Zafar, bu endpoint. Bundan tashqari yana mana bu yerda bor edi, post id'si bor edi. Post va keyin post id'si bor edi. Keyin post id'si bor, masalan 3. Post raqami 3. Post 3 mana berilgan. Javob qaytdi. Request response. Converter turlari, endi bu converter qilyapti. Mana buni Python ichida bunga convert qiladi. String bor, ya'ni task beradi. Standard default holatda string. Mana beramiz, string beriladi. Mana bu bo'lmagan har qanday matn. Ya'ni bu mana bu deganda forward slash, ya'ni slash bo'lmagan har qanday matn bu string standart holatda. Integer faqat butun sonlar. Float only kasr sonlar. Pass belgisini ham qabul qiladigan matn. Masalan, http 120 uzr Zafar manziliga kirsangiz bunaqa chiqdi. Buni ko'rdik. Endi template Jinja 2 haqida gaplashamiz. HTML kodni Python usullari ichida yozish noqulay va chalkash. Shuning uchun Flask Jinja 2 template engine ishlatadi. Template engine bor. Jinja 2 template papkasi saqlanadi. Masalan, my app bor, app bor, templates papka bo'lishi kerak. Hozir Ctrl C qilamiz. Clear qilib ls ko'rsak, biroz papka yo'q. Shunchaki ikkita narsa bor. Appy bor, shunchaki biz mkdir orqali template
papka yaratishimiz kerak. Templates. Okay, ls desak, endi templates papka bor. Static yaratib qo'yish kerak. mkdir static ls qilish kerak. Clear qilishlik kerak. ls tekshirib ko'ramiz. Ana. Index.html yaratamiz. Oldin appy'ni nima qilaylik? Index.html yaratib qo'yamiz. Hop. Shuni yozishligimiz kerak. Vim appy. Hop. Shu yerga kelishligimiz kerak. Salom plus dunyosi borida yozganmiz. Endi bu shunchaki string qaytaryapmiz. Lekin biz o'sha yerda string emas. Xo'p, bu yerda qanaqa nima qaytarsak bo'ladi? Insert mod qilamiz. String qaytarmaymiz. Random demak. Render template, ya'ni shablonni render qiladi. Bu yerda index.html name parameter bor. Zafar items list ko'rinishida C++ Python. Shuni qaytaradi. Ya'ni bu yerda nima keyin parametrda render template checkinga name items parametrlarni beryapmiz. Foydalanuvchi request jo'natadi bizga. Bu yerda requestdan keyin render template qilish kerak. Foydalanuvchi request jo'natadi, browserga kiradida URL yozadi qisqasi. U olgan URLda mana bu bizning kodimiz ushlab oladi. Route ushlab oladi. Va returnda aytadi. Template HTML olib keladi, name bilan items o'zgaruvchilarni beradi. Name item o'zgaruvchilarni beradi. Boyaga index.html-dagi name itemslar template holatda chiroyli ko'rinadi. Hop, ask white cube. Yaxshi ko'rinasa. Shunchaki birinchi holatini tekshirib ko'ramiz. Ashbga beradi katta ehtimol bilan, chunki template yo'q. Ya. Buni emas-edi, nimaga uni? Buni qaytarmaymiz dedik-ku.
Mana aytdim kashfga beradi deb. Jinja 2 template not found index html yo'q. Aytganimdek. Endi index html yozishimiz kerak-da mana bu yerda. Ctrl C. Hop. Clear. cd templates ls hech narsa yo'q. Vim orqali index html yozishimiz kerak. Juda ko'p narsalar nima. Insert. Shuni olamiz. İşlemaydi mi? Past. İşlepti mi? Zafer. Oh. Faradın var mı? Namaz okuyayım. Hop bazı borum. Evet. Allahu Ekber kılamiz. Bobomning sog'ini qoldi o'rnida. Insert moddan chiqsak ham bo'ladi. Ask. Nima buyda? Ask. WQ. Mana ishladi. Shu yerda to'xtamiz. Qolganini keyin davom ettiramiz.